Mana chanqatganinglarning oqibati, boshqani oqibati. Ha? Buni ildizini yuvib, mana shu bo'g'zini yoringlar, mana shu joyini. Bu yerda ildizi tozaga o'xshayapti, lekin mana ildiz namli yo'qligini hisobiga o'shanga yarasha ildiz. Kam ildiz. Nam bo'lmagandan keyin ildiz ham yurmaydi-da. Mana bu bo'g'zini kelsangiz nekroz bo'lishi kerak, mana shu jigarang nekroz bo'lishi kerak. Ha, mana shu papirok mana, mana shu kecha shunday kelsing bu. O'zi sal ko'rinib turibdi. Azotdan ham bo'lishi mumkin-da. Ha? Azotdan. Yo'q, azot emas bu. Azot pastki barglardan bermaydi. Azot yetishmovchiligi bo'lsa, primoy mana bu yerda bo'ladi. Tochka rostida mana bunaqa joylarda bo'ladi. Nega? Chunki azot olib chiqa olmayapti-da tepagacha. Sakadvijeniyada yuribdi, azot mana bu yoqqacha kelmayapti. O'shaning uchun azot yetishmovchiligi, temir yetishmovchiligi asosan tochka rostida bo'ladi. Pastiga barglar so'lib, sarg'ayishni boshlasa, yo ildizda muammo, yo bo'g'izida muammo, yo fuzarioz, yo vertitsillo shunga o'xshagan muammolar bo'lishi mumkin. Xo'sh, ildiz mana top-toza, ildiz oppoqqina, hech qanaqa ildizda muammo yo'q. Faqatgina ildiz ob'yom juda ham kam, o'q ildizlari kam, popu ildizlari kam. Bu nimani hisobiga? Bu endi Pink Paradise bo'lgani uchun suvdan qantarishadi, namlik yo'q, deyarli qop-qora bo'lib yotibdi. O'shani hisobiga o'shanga yarasha ildiz bo'lgan. Namlik bo'lmagani uchun ildiz yurmagan, qidirmagan. Shu hisobiga ildiz toza. Demak, muammo mana shu yerda yorganimizda, hozir mana shu yergacha yorganimizda, mana shu yerda nekroz bo'lishi kerak. Mana shu sarg'ayganlarini, pastdan so'lib sarg'ayganlarini alomati sifatida shunaqa bo'lishi kerak. Qolay deyapsiz. Ha. Bunun fuzariozi boshlanishi bor. Boshlanishi bor. Bo'g'zidan nima bergansizlar? Nima quygansizlar? Yo, o'sha ildiz dori nima? Unaqa dori yo'q. Fuzariozga ishlamaydi ular. Maximixel ham, Redamil ham, Manketse bular fuzariozga ishlamaydi. Fuzariozga konkretni ishlaydigan narsa beringlar. Fuzariozga fundazol ishlaydi, benamil tarkibli preparatlar ishlaydi, Argamika F ishlaydi ildizdan berganingizda o'sha. Shu. Hozir 3-4 ta joyda bor. Prosta yana dalshi ketishi mumkin bu narsa. Turkirot yo'qmi bunda hozir? Yo'q, ildiz top-toza-ku. Faqat fuzariozmi? Fuzarioz ham boshlang'ich etapi. Ha, boshlang'ich etapi. Hali fuzarioz pikka kelgandan keyin mana shu oq bo'lib turgan joyi bormi? Ko'k emas, oching. Mana shu ko'm-ko'm, mana jilkani ketyapti, masdan sakadvijeniya ketyapti-da. Mana bu yerda o'sha sakadvijeniya yo'q. Mana shu joyi jip-jigarang bo'lib ketadi. Va o'sha unda vashi so'lib qoladi, sarg'ayib ketadi.